Sezdingizmi? Bizni paytimizda deb gapiradigan avlod endi ota-onamiz emas, siz va men bo'lib qoldik. Bugun Olmaliqdagi Erkatoy Kids do'koniga kirdim-u, rostini aytsam, bolaligim esimga tushib, rosa ham kulibman. Biz maktabda o'qigan davrimizda o'chirg'ich degan narsa faqatgina bir xil oq rangli bo'lardi. Rosa omadimiz kelib qolsa, yarmi qizil, yarmi ko'k bo'lgan o'chirg'ichdan olardik. Hozircha magazinga kirsangiz, shunaqangi turli xildagi o'chirg'ichlar borki, bir qaraganda uni o'chirg'ich emas, qanaqadir o'yinchoq deb o'ylaysiz. Rang-barang qiziqarli dizaynlar bola ko'rsa maktabga borishni o'zi xohlab qoladi. Qalam ashlagichlari qarang. Biz ishlatgan kumush rangli oddiy ashlagichlar qayerda-yu, bular qayerda? Stich mushukcha, futbol formasi, mashina, multfilm qahramonlari har biri alohida chiroyli. Swidishlarni ko'rganda birinchi aytgan gapim, yurgan ekamizdan 05 litrli baklashkada choy olib borib, hozircha bolalar uchun juda ham chiroyli va qulay bo'lgan swidishlari ham bor ekan. Lunchboxlari ko'rganda yana ham hayratga tushdim. Men nima qilardim? Nonni oq paketga solardimda ketaverardim. Sport kiyimlar uchun ham maxsus sumkalar chiqib ketibdi. Men-chi sport formasini oddiy agen paketga solib ketavergan ekanman. Lekin rosa ham xursand bo'ldim. Hozirgi bolalarga shunaqangi qulayliklar yaratilganki, havasingiz keladi. Do'kondagi yana bitta narsaga alohida e'tibor berdim. Erkatoy Kids xodimlari har bir mijozni juda ham samimiy kutib olyapti. Sizlarga eng yaxshi yangilik Erkatoy Kids do'konida maktab mavsumi munosabati bilan sumkalar, daftarlar, ruchkalar va ko'plab maktab anjomlariga juda ham katta chegirma e'lon qilingan. Farzandingizni yangi o'quv yiliga sifatli va chiroyli anjomlar bilan tayyorlamoqchi bo'lsangiz, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Erkatoy Kids do'koniga albatta kirib ko'ring.